9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Milliy gvardiya tizimida xizmat qilib, o'z burchini sadoqat bilan ado etib, jasorat ko'rsatgan holda qahramonlarcha halok bo'lgan safdoshlarimiz xotirasi yodga olinib, joylarda tadbirlar tashkillashtirilmoqda. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan xizmat burchini bajarish chog'ida qahramonlarcha halok bo'lgan safdoshlarimiz serjant Suyarov Husniddin Zokirovich hamda serjant Suyunov Hazrat Karamatovich,larning yorqin xotirasiga hurmat bajo keltirish maqsadida joylarda tadbirlar tashkil etildi. Unda Milliy gvardiya faxriylar kengashi, Sirdaryo va Navoiy viloyatlari bo'yicha boshqarmalari harbiy xizmatchilari, harbiy prokuratura, O'zbekiston yoshlar ittifoqi kengashi mas'ullari, zamonamiz qahramonlari tahsil olgan maktab o'quvchilari hamda keng jamoatchilik ishtirok etishdi. Shu kuni Milliy gvardiya Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasida o'rnatilgan qahramonlarimizning monumenti qarshisida ularning xotirasi yod etildi. Qahramonlar nomi barhayot shiori ostida marhum serjant Suyarov Husniddin Zokirovich va serjant Suyunov Hazrat Karamatovich,larning yorqin xotirasiga ehtirom ko'rsatilib, Sardoba tumanida o'rnatilgan monumenti poyiga gulchambar qo'yildi. Shuningdek, o'z hayotini xavf-xatarga qo'yib, martlarcha halok bo'lgan serjant Husniddin Suyarov ta'lim olgan Boyovut tumanida joylashgan 4-sonli umumta'lim maktabida o'rnatilgan byusti yonida ham tadbir tashkil etilib, uning jasorati yod etilib, qahramonligi o'quvchilarga hikoya qilib berildi. Shundan so'ng qabri ziyorat etilib, u yerda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borildi. Tadbirimizda albatta yoshlar ham ishtirok etishmoqda. Yoshlarga tadbir davomida so'z olganlar bu harbiy xizmatchidan namuna olish kerakligini, buni vatanparvarlik tuyg'ularini yanada shakllantirish maqsadida biz xizmat burchini bajarish chog'ida qahramonlarcha halok bo'lgan safdoshimizni namuna sifatida uning o'sha xizmat faoliyati davomidagi erishgan yutuqlari va bu xizmatning mashaqqatlari va sharafli burch ekanligi to'g'risida yoshlarga tushunchalar berib o'tdik. Xizmat burchini bajarish vaqtida martlarcha halok bo'lgan serjant Hazrat Suyunov tug'ilib o'sgan Nurota tumanidagi o'zi tahsil olgan 10-sonli maktabda ham 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan qahramonlar nomi barhayot shiori ostida tadbir tashkil etildi. Unda jam bo'lganlar fuqarolar xavfsizligi va hayotini saqlab qolishdek sharafli vazifani ado etish chog'ida halok bo'lgan vatanimizning jasur o'g'lonlari, gvardiyachi yigitlarning mardligi tilga olinib, eng ezgu so'zlar bilan xotirlandi. Tadbirlar davomida qahramonlarimiz oila a'zolari va yaqinlari holidan ham xabar olindi.